Hammaga assalomu alaykum avto prestij obunachilari. Mana ko'pchilik so'ragan Dongfeng P08 avtomobilimiz ham yetib keldi. Также bizda o'sha Deepal S09 dan unaqa laganli diskasidan ham keldi do'stlar. Ikkala avtomobilga ham ofitsialniy 3 yil garantiyalari bo'ladi. Do'stlar, bemalol kelib, ushbu bizning avtosalondan kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ko'pchilik holatlar bo'lib qolyapti. Mana shunaqa bir xil sal 1-2 so'mdan qochib arzonroq joydan olib kreditli mashinalarga tushib qolganlar ham bo'lyapti. Kreditli mashina qanaqa bo'ladi? Xitoydan kreditga olingan hamda O'zbekistonga jo'natilib sotilgan. Biroz vaqtdan keyin mashina o'chib qoldi. Mashina просто g'ish bo'lib qoldi. Do'stlar, o'shanaqa holatlarga tushib qolmaslik uchun 1-2 so'mdan qochib 30 ming pulga kuyib qolmanglar do'stlar. 3 yil ofitsialniy garantiyasi bilan, ruskatsalari bilan ushbu avtomobillarni bemalol Simsi Motors avtosaloniga kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Bizda Dongfengni 5 o'rindiqliga 6 o'rindiqliklaridan ham bor. Hamda bizda hozir yana yo'lda kelayotgan Voyah avtomobilimiz ham bor. Xudo xolasa Voyah avtomobili ham keladi. Buni ham obzor qilib video joylayman. Также Voyah 2025-yil 25 restyling pozitsiyasi keladi. Full pozitsiyasi ham также 3 yil garantiyalari bilan bo'ladi.